Azizlar, omonmisiz? Qarang, bo'yin uchun ajoyib narsa o'ylab topdim. Har doimgidek jaydar, oddiy atrofdagi narsalardan yasasa bo'lardi buni. Xarajatsiz, faqat buni to'g'ri qo'yib olishimiz kerak. Mana, o'sha tushdi. Mana. Bo'ynida grijasi bor insonlar, boshi ko'p og'riydigan insonlar, umuman o'sha yengil bo'lishni xohlagan inson buni yasab olsa bo'ladi. Buning uchun bizga mana ko'rsatib yuboring. Oddiy ip, stul, mato bo'ldi. Falon pulga bir narsa sotib olish shart emas, lekin yomon kayf berar ekan. Kecha zalda bo'ynim ozgina travma bo'ldi. Shuning uchun mana shuni o'ylab topishga majbur bo'ldim. Chunki travma oladiganlar ko'p, lekin doktorlar, buni tushunadigan doktorlar kam, afsuski. Mana. Bo'yningiz muallaq bo'ladi, lekin mana qilganingizda shunaqangi mazza qilasiz. Qarang, piyarki, baltahi. Maslahat beraman hammaga, mutlaqo beziyon, oson, tekin va sizni boshingiz uchun, bo'yningiz uchun juda ham yaxshi bu. Obuna bo'ling, like bosing, salomat bo'ling.